Bo'ylari ozgina kam 90 santimetrlik yetuk bo'g'oz so'g'uqlarimiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, podpiskani bosib tursalaring, mana bundaqa zo'rlardan chiqarib beramiz. Bo'ylari 1-2 santimetr kam 90 kilosiniki ham. 4-6 qo'ylar. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, kuzatuvchilar. Akalar, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Bu videolarimiz sizlar uchun maxsus bo'ladi. O'sha 90 santimetrlik yirik gigant bo'g'oz so'g'uqlarimiz kelgan. Videoni oxirigacha ko'rib, like ni tirsillatib turasiz. Xudo xolsa qo'ldan kelgancha buni narxini arzonlatib chiqarib beramiz akalar. Xudo xolsa yoshlari yosh akalar. Bittasi 4 tish, bittasi 6 tish akalar. Bo'ylari 1-2 santimetr kam 90, 85 plyusga olaverasizlar akalar. Tars gap ma'lumotni berib akalar, narxini aytib o'tib ketamiz. Xudo xolsa ikkita to'rtta qilib akalar partiyalarimiz ko'p, bir 3-4 partiya qo'y chiqaramiz. Yaxshi pul yengil qo'ylarimiz ham bor. Bu qo'ylarni haqiqiy ish qovoziga sotiladi akalar. Yirik gigantini qidirib yurgan akalarimiz aloqalab turasizlar. Naq bo'g'oz ekalasi ham akalar. Xudo xolasa oyoq qo'li uzun, mayda juda qo'y emas. Akalar bilasizlar, katta qo'y videoda kichkina ko'rinadi, kichkina qo'y katta ko'rinadi akalar. Mana qaranglar. Jonivorda haqiqiy yirik, uzunligi 1 metr atrofida akalar. Quloqlarini o'lchab ko'rmaganmiz, quloqlari ham 18-19 chiqarsa kerak, chunki kalla katta akalar. Quloq kichkina ko'rinadi. Xo'p, akalar buni bu yoqdagisi manosi akalar 6 tish, bunisi 4 tish. Qaytarib qo'y, juda. Mana jonivorlarni qaranglar. Haqiqiy zo'r akalar. Qo'ydi liderini olaman degan akalarimiz aloq qilib turasizlar akalar. Endi buni hozir bo'yiga metr tashlab, tishlarni ko'rsatib o'zi aloqlaydigan akalar o'zimman sharoiti yo'q. Mana telefon qutularini aloqib tashlab beraveramiz, lekin bo'ylarini 85 dan kam kelmaydi. 90 kattasini 90 ga beraveraman akalar, kattasini. Mana jonivorlar. O'zim buni bilaman. Sekin yaqinroqgacha qodir, ha? Qo'y yaqinroq. Akalar mana metrlab o'lchab bo'lmaydi. O'ta charsliq, sho'xliq qilyapti qo'ylarimiz. Jonivorlar. Mana akalar buni bolamni bo'yini ham tenglashtirib bo'laveradi. Ano mana shu bola 95 mikin 1 metrmikin shunaqa bo'yi. Ana shu boladan ozgina kichkinaroq xolos qo'ylar. Sekin kecha yonarga qo'rqitmasdan sekin kecha qodir, ha? Mana akalar, uni bolaga ham moslab qo'yib olaverasizlar. Yirik, haqiqiy katta qo'ylar. Qochib tura bo'ldi. Xo'p, akalar, ma'lumotini berdim deb o'ylayman. Bo'g'ozligi naq ekalasniki ham xudo xolasa. Oyoq qo'li uzun, gigant so'g'liqlar. Narxi akalar, u osmondagi narx yo'q. 8 million so'mdan bo'lsa chiqarib olib beraman. O'sha 90 santimetrlik yirik bo'g'oz so'g'liqni zo'rini olaman degan akalarimiz aloq qilib turasizlar. 85 plyusga olaverasiz akalar bo'yini. Mana biz keyingi partiyani o'tib to'raman akalar. Xudo xolsa kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar. Yirik so'g'liqlar. Birinchi partiyamizga sorti tozalaridan. Ikkita 2 tish, bitta 6 tishidan akalar. Mana qo'ydi qaranglar, liderlaridan, haqiqiy naq bo'g'ozlaridan jonivorlar. Mana shunisi 6 tish akalar, qizil. Nariga ikkita sariq akalar, 2 tishdan jonivorlar. Jonivorlar. Iliklari baquvvat, haqiqiy Qirg'izistonda eng oldi qo'yni olaman deb turgan bo'lsangiz, aloqada bo'lib turaverasiz. Yana jonivorlar. Mana anasi 2 tish akalar, garbonus yuzlarini qaranglar. Toza oq yuz, haqiqiy quloqlari butun. Zo'ridan olaman degan akalarimiz aloqa qilib turaverasizlar. Jonivorlar mana. Mana jonivorlar akalar. Qo'ydi qaranglar. Haqiqiy sifatiga gap so'z bo'lish mumkin emas. Jonivorlar yirik. Bo'ylari ham akalar mana ikkitasi akalar 85 atrofida kelaversa kerak. Mana shuni 80 plus. Hammasini 80 plus kelaverasizlar akalar. Hali yosh qo'ylar, yana o'sadigan narsa jonivorlar. Sorti toza. Sifatlisini zo'rini olaman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolsa arqa boshlari haqiqiy kelishgan gigant narsalar. Mana jonivorlar quvvatchi baqasak halimg'on. Juda. Haqiqiy suyagi butun tikkasidan qo'y dilinlari o'z to'lyotibdi jonivorniki. Uchosiniki ham xudo xolsa naq bo'g'oz akalar. Tug'ib beradi inshaalloh. Mana jonivorlar. Mana sorti o'ta boshqacha, toza qip-qizil. Simjun deydi o'shunaqasidan. O'zi yungin to'kadigan. Mana yuzini qaranglar. Seleksiya qilaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqa qilib turaverasizlar. Xo'p, akalar, bo'g'ozligi xudo xolsa naq. Quloqlari butun ekan, cho'sniki ham. Bittasinikini sal juda eni bor ekan.
Xo'p, akalar, bularni bir joyga olaman degan akalarimiz bo'lsa, uchalasini bir joyga olsalar akalar, 7 million 400 ming so'mdan bo'lsa, chiqarib olib borib beramiz. 7 million 400 ming so'mdan. Mana jonivorlar. Bir joyga olaman degan akalarimiz aloqa olib turaverasizlar. Qo'lingizga arziydigan yaxshi bajarasiz. Narx kimga ma'qul kelsa aloqa olib turaverasizlar. Jonivorlar kichkina narsa emas, yirik katta qo'ylar. Qaytar. Taglarida xolsa narx. Biz keyingi partiyangizda ko'ramiz. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa aloqa chiqarasizlar akalar. Akalar, bu partiyamizga 4 dona yana o'sha sarig'idan sizlar kutgandan akalar. Puli yengil variantida. Qo'ylarni qaranglar. Naq yetuk bo'g'ozdan qidirib yurgan akalarimizga keldi mana. Yoshlari zo'r, xo'sa 4 yosh, 6 yosh qo'ylar akalar. Jonivorni qaranglar, sifatini o'ta ham boshqacha narsa. Qo'y, shu qo'yimiz 4 yosh jonivor. Turishini qarang, dumba razrezini qarang. O'ta polvon 50 qo'ylar jonivorlar. Ish qovoziga sotiladi, xo'sa narxini yengil qilib chiqarib beramiz. Bir joyga olgan akalarimiz xo'sa yutishadi jonivorlar. Qaranglar. Yaxshisini zo'rini olaman degan akalarimizga mana o'zi yaqinlab yotibdi akalar, tug'ishi. Xo'sa tez kunda tug'ib beradi. Jonivor o'zini avaylab turibdi. Hammasini dumba razrezlari kelishgan. Jonivorlar qaranglar. Bormi ish qovozi? O'zini juda asrayapti akalar. O yilinlari to'lib yotibdi jonivorni mana. O yilinini qaranglar. Hayt. Xo'sa bularni bo'ylarini 80 plyusga olaverasizlar akalar. Xo'sa u yog'i bonus. Jonivor ham o'ta noyob narsa ekan. Ozgina bitta mashinasi sal og'irroq ekan akalar. Yeb ichishlari zo'r, xo'sa kamchilik yo'q. Olgan odam chiroyli baraka topadi. Xo'sa dehqon akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqishaveradi. Kambag'alda bo'y qilaman degan variantdan akalar. Narxi xo'p 6 million 200 ming so'mdan. Bir joyga olaman degan akalarimiz 6 million 200 ming so'mdan akalar. Mana jonivorlar. Xo'sa arzon narxda qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Jonivorlarni qarang. Dumbalar haqiqiy kelishgan. Zo'r. Bittek olaman degan akalarimiz ham aloqaga chiqsa olsin, narxini kelishamiz akalar. Bittekdagi pilis bo'ladi. Jonivorlar yuzini qaranglar, oq yuz. Boshqachasidan. 6 million 200 ming so'mdan kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqaveradi.